Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog' salomat be. Mana ko'chat ekish boshlandi akalar. Mana uzum avatar bu ko'chatimiz, aziz birodarlar. Bu qalamchasi Tojikistondan kelgan. Tomirlar baquvvat aziz birodarlar. Ko'chatimiz 50 santimetrdan to 1 metrgacha pishgan ko'chatimiz aziz birodarlar. Mana avatar uzumlar. Mana akalar, avatar ko'chatimiz 400 mingtadan yaqinroq qilay. Tojikistondan ko'chat qalamchilari kelgan. Azizlar, ko'chatimiz tomiri katta baquvvat pishgan ko'chatimiz aziz birodarlar. 400 mingta ko'chatimiz bor aziz birodarlar. Tomirlar baquvvat, ko'chatimiz pishgan, yarim metrdan to 1 metrgacha ko'chatlarimiz bor. Klientlar kelyapti, bu yoqqa qilyapmiz, dastavka qilyapmiz. Dastavka boshlangan, boryaptilar. Fingur hozir keyin avatar boryaptilar. Rahimiz. Yani demekte olayım da o toza. Bilmem malçayına geldim. Mana aziz birodarlar, avatar ko'chatimizni hozir dastavka qilyapmiz bu kitobga. Aziz birodarlar, kimga shunaqa ishonchli ko'chatlar kerak bo'lsa, mana shu nomerimizga murojaat qilinglar. Bizlar Samarqandga viloyatiga joylashganmiz. Bahorda ko'chat ekib ko'pchilik xato qiladi. Siz ham shu xatoni qilmaslik uchun videoni oxirigacha ko'ring va bizga obuna bo'ling. Bilasizlar, ko'pchilik bahor kelishi bilan ko'chat ekishga shoshib qoladi, ammo ko'chat ekish uchun eng to'g'ri vaqt kuz hisoblanadi. Chunki shunaqa katta qoida bor. Ko'chat qancha erta ekilsa, shunchalik yaxshi ko'karadi, ya'ni yo'qotish bo'lmaydi va ekkan ko'chatlaringiz boshqa ko'chatlarga nisbatan yarim yoshga katta bo'ladi. Ya'ni qo'shningiz bahorda ko'chat ekadi, siz xuddi shu ko'chatni noyabr oxiri yoki dekabr boshida ekkansiz. Bu degani sizning ko'chatlaringiz qo'shningiznikidan yarim yil erta mevaga kiradi degani va tezroq, yaxshiroq o'sadi degani. Chunki qish ichi ko'chatlar qulay harorat paydo bo'lganida tuproqda va havoda ildizlar tuproqqa o'rnashib, moslashib oladi va bahorda yaxshiroq qo'zg'aladi, yaxshiroq o'sadi. Shu sababli harakat qilinglar, imkon boricha bu noyabrning oxiriga to'g'ri keladi odatda. Ko'chatlar bargini tashashi bilan ekib olsanglar, bahorda shoshib ham qolmaysizlar. Buni yana bitta katta plyusi bor. Yaxshi navdagi sifatli ko'chatlarni erta ekib olgan bo'lasizlar. Chunki bahorga kelib turib, katta ko'chatchilar sifatli ko'chatlarni qolmaydi, hamma ko'chatini erta sotib olgan bo'ladi va bu holatda boshqa navda ekib qo'yishingiz ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Ildizi yo'q, qing'ir, qeshuv, ingichka, pakana ko'chatlarni olib ekasiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, tanishlarga jo'natib qo'yinglar, like bosinglar va bizani profillarga obuna bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli podpischilar, yaxshimi? Mana asalimizni dastavkani boshladik, sizlarga bir ko'rsatay dedim. Mana toza asal ayrilmaydi. Quyon bo'lsa u ayriladi. Bundan ko'ryapsizlarmi? Bu tozasi uraman baribir bunday ayrilmaydi. Ko'ringlar. Yaqinroq keling. Toza asalimizni hozir dastavka qilyapman. Bu qizil miya, yantoq bor, paxta bor bizlarga. 2 yilligi bor. Bu shu yillik asalimiz. Mana qarang. Yaqinroq keling mana. Agar mana shu toza asalimizga imbir, chesnok, limon qo'shib bunga toza asalimizga qo'shsa juda malham bo'ladi. Yurak qon tomirni, immunitetni juda kuchaytiradi. Agar bu asalimizga kurkuma qo'shsa,
infeksiyaga qarshi. Agar bu asalimizda qora sedonaning yog'i qo'shsa, immunitetni kuchaytiradi azizlar. Asalimizni dastavka qilyapmiz. Hozir Jonboyga dastavkamiz juda qimmat emas, 10 mingdan 30 minggacha Samarqand bo'ylab dastavka qilyapmiz o'zimiz. Olib boramiz inshaalloh asallarimizni. Inshaalloh sizlarga ma'qul bo'ladi. Sog' salomat bo'linglar. Bizlarni kuzatinglar. Assalomu alaykum azizlar. Eslaysizlar-da, mana shu yerdan biogomiz olib kelgan edik-a? Echvarchang, o'tgan yil, 1 yil oldin. Mana shu yerdan biogomiz olib kelgan edim. Eslaysizlarmi? Ana shu daraxtlarga. Bu daraxtni endi natijani ko'ramiz inshaalloh. Mana qaranglar. Va bitta dori vaqtiga qolmagan, qaranglar. Sizga ko'rinyaptimi yo'qmi? Ana shu hammasi biogomizga ekilgan, ishoninglar. Mana qaranglar. Hammasi mazza. Yaxshi jannat. Mana bu daraxtlarni qarang. Shoftullarni qaranglar. Faqat dori urmagan akamiz. Tamom, lekin shoftu idealniy. Shoftullarni qaranglar aka. Sizga ko'zga ma'lummi yo'qmi? Ta'mirga vahshiy strashniy. O'tgan yil yanvarga ekilgan shoftullar. Akalar, shuni ishoninglar. Dahshat edi. Biogomizga ekilgan. Videomni ko'ringlar. Buni qaranglar, mana. Agrosistema. Qaranglar, Alloh barakasini bersin. Bitta mana shu sho'riga bitta dori urmagan akamiz. Apshiq bo'ladilar inshaalloh. Apshiq bo'ladi akalar ishlarni. Biogomiz uryaptilar. Ana shu hammasi biogomizga ekilgan. Mo. Sog' salomat bo'linglar akalar, like, podpiskani unutmanglar. Bu rejasku zo'r bo'ladi. Biogomiz bilan ekinglar akalar. Bular Samarqandga yashaymiz. Bularni agro nimalari Toshkentlik. Faqat sho'r urgan vaqtiga to'g'ri urmagan. Bu ham oladi inshaalloh. Mana sizlarga asal bilan guruchlar olibdi. Samarqand shahriga joylashganmiz. 10 ming so'mdan to 20 ming so'mgacha guruchlarimiz bor optini. 13 ming so'm vishi bu. 15 ming so'm alangalar. Foydasi yo'q. Vishi bu. Lazerlar 20 ming so'mdan. Guruchning dahshatlari. Faqat bizlarga zo'r asallar toza. Yanto Qizilmiya. Kelaveringlar. Adresimiz mana bu yerda Joni shashlik, mana bu yerda Oqmachitni yo'liga. Mana shu nomerimizga murojaat qilinglar. Dastavka qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like ni unutmanglar, podpiska bilan.